Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda YouTube kanalimizdagi muxlis mutaxassislar deydi, ustozlar, shogirdlar. Sizlarga shogirdlarga bitta foydali maslahat bo'lsin deb mana bu romkamizni bitta katta romkani to'rga bo'lganmiz. Bu qanaqa romka desalaring, bu romka mikronukleus yashiklari bor, matka tuxumga kirgizgani, o'shanga rosa yaxshi. Bunda hozir ariga qo'yib, mashinani tortqizib rasplot qilib olsa, keyin matchnik tortqizib отводка qilib qo'yiladi. Bitta rasplot bilan 4 ta matka tuxumga kirgizsa bo'ladi-da bunda. Afzallik tomoni shunaqa, ertaga paket sotgan paytda matkaga qiynalib o'tirmaysizlar, matchni qidirib 10 kun ichida tuxumga kiradi, 7 kundan 10 kungacha, 15 kungacha ba'zi ob-havolar so'rilib ketsa. Shuning uchun mana bundan qilib qo'ysalaring, arisi borlar qilib qo'ysa, bu ham foydadan xoli bo'lmaydi. Ertaga paket sotsalaring yo ari sotsalaring yo matkasini yangilaydigan bo'lsalaring, bitta rasplot bilan отводка qilmaysizlar. Mana shuni o'zidan 4 taga bo'lib turib отводка qilsalaring foydali bo'ladi. Endi buni hozir 2-aprel kuni, 2 bugun chislar. 2-aprel kuni Surxondaryoda Xudo xolasa buni mart 2-mart adashib ketibmiz. Endi asalarichida bilasizlar, dalada yurib kunlari ham farqiga bormaymiz. Hozir ro'zachilik charchab ham ketganmiz. 2-mart kuni qo'yamiz. Xudo xolasa borgunimiz anaqa qilamiz. Endi kamerani menga bersangizda eshon. Siz buni qo'yishlarni sekin ko'rsatib o'rgatib borasiz. Sekin hozir mana oldi qatorlarga qo'yib bo'ldik. Endi mana shu arilarga sekin yaxshi arilarga qo'yib borilaveradi-da buni. Mana hozir mana shu asalarimiz 5 romkami? 5 romkali ari salafanlar bilan o'rab qo'yilgan. O'sha bahorda kelganimizda o'ruvdik. Mana karmovoy romkasi ham qani urug'mi polni? Polni urug' sut bo'pti endi. bu yoq ham xuddi shu. Gulchanglarni mana ko'ryapsizlar. Rosa gulchanglar zaxirani yaxshi qilgan. Yana kimda kim savollaring bo'lsa yo bir kamchiligimiz bo'lsa yozib ketsalaring, xudo xolasa o'qib keyingi videolarda bir video qilib ketamiz. Mana rasplotlar, tuxum qo'yishlar juda go'zal. Bunga endi nechta mashina qo'yamiz, eshon? 2 ta qo'yamiz-da. 2 ta qo'yamiz. Qanday qo'yamiz 2 tani? Bitta ichiga qo'yamiz, bitta devor qilib beramiz, to'sqich qilib. 2 tomonga o'rab qo'yiladi. Shamollashlar ham bo'lmaydi o'shanda. Shamollamaydi, xudo xolasa. Ari kerak bo'lsa ishlaydi, kerak bo'lmasa ishlamay qo'yaveradi, to'g'rimi? Kerak bo'lmasa ishlamaydi. Mana arilar holati, arilari mashalloh deb ko'rasizlar. Yana biz uchun bu arilar kuchli arilar. Hammalaringga mana shunaqa kuchli arilar nasib qilsin deydi-ku. Shu devorga berib qo'yaveramiz. Mana devor tomonga tortmaydi. mana shundoq. Devor tomonga ham tortmaydi. Mana hozir bittasi bu yil Surxondaryoda o'riklari sovug'urib ketganmi, isig'urib ketganmi nimadir bo'lgan. Shuni hisobidan mana ikkinchisi mana. O'sha hozir 8 ta rasplot bo'ladi, xudo xolasa. Tortib olgandan keyin, tuxum qo'ygandan keyin anaqa qilib qo'ysak, ichkariga olib qo'ysak bo'laveradi. Shamollamaydi endi. Yozda bo'lsa-ku ichiga tiqsa bo'laveradi. Endi hozir 2-mart baribir sovuq bo'lyapti. Orada sovuq ob-havo ham berishyapti-ku, ha. Bugun endi kechqurun bunga ovqat beriladi, xudo xolasa. Mana shunday qilib qo'yib ketilaveradi. Shunday qilib issiqroq qo'yib. Mana keyingi yashigimizni va alaykum assalom. Mana eshon ochyaptilar. Eshonni ko'pchilik ismini so'raydi-da. Mana matka. Mana Ahmadxon eshon, mana matkamiz Karninka Parodaga mansubga o'xshayapti. Shu linaga o'xshab turibdi-da. Mana rasplotlar mana juda go'zal holatda. Bunga bitta beriladi, bunga. Bunga bitta shu to'sqich hisobida qo'yib. Keyin o'sha rasplotni oling-da, o'sha rasplotda. Mana shu rasplotda qurt yeb qo'ygan mashina. Mana. Hali kapalak qurti bor, o'sha yeb qo'yganda buni. Bu kasallik emas. Prosta endi kapalak qurti yegan buni. Mana shu holatda mana arilar ancha ovqatini ham yeb qo'yibdi, eshon.
Lekin bola rosa chiqyapti. Bola Kelganimizdek rosa bolalar chiqdi. pishib bo'ldi. Endi buni chekkasiga bosasizmi, xudo xolasa? Ha, Yo ichkariga bosasizmi? Yo'q, bu tarafga qo'yaman. Ha. Mana bu karmovay ekan, ha. Karavoyga ham polni urib qo'yibdi. Polni urug'mi? Ha. Ha, mana bu yoqlari gulchenglari o'ta go'zal. O'ta go'zal holatda. Endi biz hali ilgari bitta videoga oladigan mutaxassisimiz yurardi. Endi ular yo'q, o'zimiz bir-birimizni syomka qilib yuribmiz. Mana shunday holatda, mana ustilarini ham salafan bilan o'rab qo'ysalaring, hozir issiqlik tepaga chiqib ketib qolmaydi-da. Issiqqina bolalarga yaxshi bo'ladi, arilarga ham, o'psha hammasiga yaxshi. Mana shunday qilib o'rab qo'yilaveradi. Mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa bundan go'zal videolarni qo'yib boramiz, xudo xolasa inshaalloh. Surxondaryodan endi bir 10 kunda vodiyga qaytib qolsak kerak, xudo xolasa inshaalloh.